Agringizni oldi. Necha bu narxi, tan narxi? 1 milliard 100 million ta'minladi hozir. Ha. Sizga misol uchun 1 yildan 2 yilgacha foizsiz muddatli to'lovga ham qo'ya olamiz. Hozir necha pul to'lashim kerak men shunda? Necha 50% to'lashim? Bu 40% ga yaqin to'lasangiz biz qilib beramiz. 500 million to'lasam, 500 million to'lasangiz qolganini har 6 oyda sizga qulaylik qilib beramiz. Siz ham qiynalmasingiz. Garovga nima o'zi olinadi? O'zi turibdi shartnoma qilib. Shunda uzganimizda biz texnikamiz 1 yildami, qanchaga beraman deyapsiz uzog'im bilan? O'sha summa bo'ladi. Hech qanaqa foiz qo'yish Yo'q, necha yilga uzishimiz kerak? 1 yilga berasiz. 1 yil, 1,5 yil, 2 yilgacha muddatli. Yilgacha bera olasiz. Beramiz, keyin har 6 oyda to'lov bor. Paxta g'allaga to'g'rilab berasiz, tushiga. G'allaga to'g'rilab beraman, shu olib siz ham udobli bo'lsin, qiynalmasligingiz. Cho'pon ashi zo'r fikr mana endi aka, shuni tushundingiz, biz Andijondan keldik-da. Cho't fikrlar bor tushuntiraman. Andijon qayerda? Andijon Qo'rg'ontepada. Bu paytida bu traktorda 7 yil oldin bilasiz, 3 yuklarni olib kelgan bu. Xuddi shuni faqat rangi yashildi. Ana shu traktor. Hali bicha balonlarni yurib Ha, qoladi. ana shu paxtachilikka moslashgan. Mana shu traktor 7 yil oldin Andijon ishlab yotdi Andijonda bilasiz. Shuning uchun hozir Ana shu klasterda mana shu traktorda 7 yil oldin olib kelgan. lekin traktor hamma yo'lda dovushlari hamma ishlashga bu servisi qanaqa bo'ladi? Servisi mana biz Andijonda bormi? Bor servisi. Andijonda. Andijonda bor. Agar juda uzoq viloyat bo'ladigan bo'lsa 48 soat davomida servis mutaxassislarimiz o'zi borib, ichida shu 2 sutkani ichida borib любой muammosini bartaraf Nimalar garantiyada turadi bu? Qancha garantiya? Matachami nima bu? 1,5 ming matacha yoki 3 yil garantiya. Ha, 1,5 ming 1 yil yurib qo'ysa o'sha garantiyadan chiqadi. Ha, endi siz qancha ishlaysiz? Nimalariga shunda hozir topli nasosga berilmaydi, to'g'rimi? To'pling sistema. Balonga berilmaydi. Balon oynagacha beramiz. Yo'q, balon. Transmissiya, motor qismi. Balon hozir misol o'zimiz aybimiz bilan bir ilib olsak, Bu aybingiz o'zi. Agar biz tarafdan bo'ladigan defektli bo'lib, shishka bo'lib, Ha, ha. o'z-o'zidan yorilish kerak bo'ladi, ketib qolsa, yo dars ketib qolsa biz almashtirib beramiz. hozir sizlar buni soatini gidromasdan 1000 soat deyapsizlar-da, misol 1,5 ming soat beriladi o'zi bu. Ya 1000 soat. Har liboy Belarusmi u xohlasa Fent bo'lsa, xohlasa Farim bo'lsin. Yo'q, 1000 250 soat masla. 250 Hamma soat. traktorda u ana 250 soat. 1000 gidrolik. Bizda hozir 1,5 ming beradi, misol uchun bizda avion jo'natlarim bor. O'sha monga hozir qiziqish uyg'onyapti, bir gaplashadigan odam bo'lmayapti. Keling futbolga beraman deyapsiz, siz O'zimiz gaplar o'zim tushuntiraman. Batafsil patron. o'zgartiringlar. Kechpay salarga qo'ygani bor, dalada topolmayapti. buni lekin men qiziqdim. Minivan ko'rdim buni. O'sha Andijonda yashilli bor, hali kichkina balonlar bilan yuradi. O'rtalar ichida. Mana Savayda imini misol men yashayotgan hududdan 4 kilometr narida shu yeri bor. Shu yerda. Klasterda. Klasterda katta Buni o'tirib minivan ko'rdim. Har tomonlama qulayligi zo'r. Faqat buni gaplashadigan odam misol olishim kerak bo'lsa, men kimga borib uchrayman? Pulni hozir registratsiya qilamiz, o'tirib sizga telefon qilib, Fermerman o'zim ham aka. Ismim Farhod. Ash Qo'rg'ontepa Savayda namuna Shunga men qiziqib so'rayapman endi buni. bo'ladi bemalol aka. Qilib beramiz, hozir registratsiya qilib qolamiz. Yo, uni ahvoli qanaqa? Biz bir servisdan olamizmi, ko'chadan olmaymiz misol? Yo'q, o'zimiz yetkazib beramiz. Andijonda filialimiz bor. Andijondan borib olsangiz bo'ladi. Agar seryozni ish chiqsa, Andijonda qayerga boraman? Bog'ishonga yetmasdan 10 qo'lda magazinimiz bor. Akanni svetofordan o'tganingizdan keyin Akan qayerda bor? akan svetofor bor-ku, nimaga kullarni chetgansiz. O'sha tog' shamol tarafga chiqadi, o'ng tarafga kiradi. O'zdan keyin 10 qo'lda. Shashli bor aslida shashli. Ha. o'sha. Ashuni yo'parasidan mana shu zavodlar bu yoqda. Filtr, moy hamma narsasi. Yo'q, Qancha yildan beri? Yo'q, bu bundan yerda servisga maxsus zapchastlar filialimiz bor yo'q. Bu yerda filial. Texnika qo'yilmagan-a? Yo'q, endi Xudo xohlasa. texnikaga sharoit qilyapti. Joy, yo'lda katta yo'l yoqasi bo'lganligi uchun endi sharoit qilmoqchimiz. Maqtagani 240 talikda ham artga qo'ymasdi. Mana 200 talik turibdi-yu. 120 yetadi. Agar juda kerak bo'lsa undan ham balandroq kelaveramiz. Yashildi. Katta. 1 milliard 100 million. 1 milliard 100 millionga endi esti bor ekan. Shunga Endi es bo'ladi. Subsidiya. 12 subsidiya bo'lmaydi. 1 milliard 130 million qaytadi. 130 million qaytar ekan. Fermerga sharoit yaratish. Ha. Og'ayni deb tursa maylimi? Endi ham traktor bor, lekin jondirim bor, arionim bor.
Yashilidan kelgansan, yashilda turibdi. Da yashil. Menda traktor qiynamayapti. Yaxshi holat. Dosham unaqa shum yo'q, korobkada boshqada shum yo'q. Shum yo'q bunda. Demak, mini piyoda shuning uchun hozir to'xtamda kelib 1000 soat ekan gidromaslasi. 1000 soatda. Lekin ama maslaga ana 250 soat. Liboteniki 250 soat. Yo'q, massa 200. Lekin 1,5 ming beriladi, o'zi 1000 ekan. Gidromaslar. Hali tezroq almashishgani yaxshi. Umri ham uzoq, ancha yilga xizmat qiladi. Maslasi, filtri, kerakli hamma narsasini olib kelib qo'yganmiz, chunki garantiya berganmizki, buni eng asosiysi bironta O'zbekistonda raskladchilik holatda yotgani yo'q. Yo'q-da. Eng asosiysi shu. Ama yerda mana shunaqa qilib yurib bo'lsam yuradi. Ko'rdim men buni, turdosanadi. Buni korobka, transmissiya qilsa italyanskiy hisoblanadi. Polniy korobka motor italyanskiymi? Da. Faqat Xitoyda zborka bo'lganligi uchun bu Vichay motori bilan Ona o'zlarini 260 dan ekanda. Nimasi? Klass, dominator 260 dan ekanda. Kilometre teryapti, 3 dan filtr bunda korobkada. Da, gidrolik filtr 3 ta. Mощность Alyonlarni ko'rsa. Прицепи, мощность. На что так? 1,5 gacha oladi bemalol. Tonna. 1,5 deb uzib. Где-то 10 tonnagacha oladi. Chunki ikkitalik silindr bilan qo'llari ham baquvvat. Bunda misol uchun bemalol 5 ta 6 tani o'ynatadi-da ko'p. 220 bo'lgani uchun chunki alyonlar 140-135. Bemalol aylantiradi. Qo'llar ham yo'q, 5 ta o'ynatadi, 5 ta. 4 ta tinchgina. Adham aka, servisga yo'naltiring, savol javob jo'natasiz. Любой savolinglar bo'lsa servis mazdoti taklif qilsangiz deb ayting. Mexanik stol korobka. To'g'rimi? Mexanik ekanda bu, ha? Hoy. Mana massasi qo'shilganmi? Masalan, qo'shgan. Ha, qo'shgan. Hozir. Ham servis, mana bitta xizmat olingan uchun massas bosib qo'yapmiz. Ha, siz qaytib servis bo'yicha Adham aka, ichgan kiringlarmi ichgan? servis bo'yicha